Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz muhtaram. Mana bu mahallada Toshko'tarma mahallasini mana ulug'lari, mana to'ra dadalarimiz, mana Abdubor akam ustoz, mana Mo'minali qorim, bu Saidxon, Abdufattoh Kimab, Abdumutallib, bu do'stlarimiz, mana bu yerda kelgan aziz mehmonlar, bu bizni bugun 2025-yilni 6-aprel kunida bu akamiz yoshlari 60 yoshga yetishi munosabati bilan shukrona dasturxoni ehsoni solib, Allohga hamd va sano aytib, yana shu duo olish uchun o'tib ketgan dadalarini ruhoniyatiga, onalarning salomat bardavom bo'lishligiga, bu yurtdosh tomonidan bo'lganlarga umuman bir so'z bilan aytganda duo olish uchun chaqirilganmiz. Bu yerda nasihat qilib, sizga amr ma'ruf qilishga hojat yo'q ekan. Hojat bo'lsa mana domlalar, mana imomlar hamma yo'lda gapirib beraveradi. Biz bu yerga duo qilish uchun kelganmiz. Nima uchun? Astaizu billah ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, men qabul qilaman degan Alloh. Duo shunday bir narsaki, har bir narsani ilgi bo'ladi. Qo'ydi ham, moldi ham, echkini ham, inson buni ilgi baquvvat ekan deb qo'yadi bir xil odamlar. Ilik bo'lmasa hech narsa o'rnidan turolmaydi. Ibodatlarda ilgi shu duo bo'ladi. Shuning uchun bu duo olish 3 xil bo'ladi. Bilib olinglar, ey domlalar. Duo olish 3 xil bo'ladi. Duo qilish ham 3 xil bo'ladi. Ixtiyoriy duo deydi. Ixtiyoriy duo o'zingizga bir joyga o'tirib, tinchlik amal, xotirjamlik bo'lsin, bir duo qilib qo'yamiz. Buni ixtiyoriy duo deydi. Ikkinchisi majburiy duo deydi. Balki ana duo qiling, mana duo qiling degan bir raislar bo'ladi, bir odamni asabiga tegadi. O'zi olaveradi duoni, uni o'tirib uni aytish shartmi? Bu nima ekan? Majburiy duo. Uchinchi duo mukofotli duo. Bugun Abdumuttal shu mukofotli duo qildi. Sabab qancha pulini sarflab, qo'ylarni so'yib, bu dasturxonlarni solib, hali somsa, hali monta, hali odamga o'rma, bu oz munchiq pul bilan paydo bo'lmaydi hozirgi kunda. Bildikki, bu duoni nima qilib olyapti? Sotib olyapti. Mukofotlab beryapti. Sizlar duoni quruqdan quruq qilib kelayotganlaring yo'q. Mana shu narsalarni mehr bilan, muhabbat bilan biz chaqirildik. Mana men Shahirg'on hozir 50 kilometr joydan keldim. Bugun 45 kilometr joydan. Hammani ishi, ko'p odamning ishi vagon bilan bo'lsa, meniki eshalon bilan. Shunaqa talab, chaqiruv ko'p. Buni o'zim bilaman-da, lekin hammasiga ulgurishga harakat qilaman. Nazardan qolmaydi deyman. Bo'lmasa o kuni keldik, bo'ldi bir marta bordim. Shu so'z gavharini sindirmaydi. So'z gavharini sindirgan odamni Xudo sindirib qo'yadi. Ey ko'ngil, so'z gavharini sindirma, bekor aylama, qimmati tushgan mato ustida botor aylama. Maqtul qo'ying. Qimmatimiz bor ekan, mana to'rada Bachxon to'radadan, Saidxon, Abdubor akam, bu Mo'minali Abdumutallib, bizda juda do'stlarim, avvaldan o'zi do'stlarim deya siymolarni ko'rmay turuvdim. Yana ham iymonim quvvatlanib nurlanib ketdi. Shuning uchun nimadir qilish kerak. Nima? Abdumutallib bu kun sizga aytdim uni. Otizmdan Abdumutallib menga to'laysan cho'tal deganda buni nazar tutdi. Siz boshqa bu boshqa ekanda. Endi to'laydi bu cho'tal. Bu gülüş marosimi. Bu tabassum marosimi. Bu yerda o'dayib, yig'lab, qilib o'tiradigan emas. Shukrona, tantana, bayram. Bayram mana 60 yoshga yetibsiz. Mana chiroyli ishlarni qilibsiz. Men surishtirsam, muallim, o'qituvchi ham bo'lgan ekansizda. Muallim ustozlar juda ulug' zotlar bo'ladi. Mana odamlar sizlar bir narsani diniy ilm, dunyoviy ilm deb bo'lasizlar va undan demaylar. Ilm bitta. Xudoning ilmi. Masalan, bular mana maktabda o'qiyotgan bolalar ham, madrasada o'qiyotgan ham, universitetda o'qiyotgan ham, universitetda o'qiyotgan, shaytonning ilmini o'qimaydi. Hammasi Allohning ilmini o'qiydi. Mana bu din ilmini o'qiyotganlar odamlarning uxroviy hayotini, itoatini, ibodatini, odobini, axloqini, jismoniy odoblarni o'rgatadiganlarni ruhoniy ilm egalari.
Endi mana o aparatlarni ishlatib qo'ygan, videolarni ishlatib qo'ygan, mashinalarni ishlatib qo'ygan, samolyotlarni chiqarib qo'ygan, bu shaytonning ilmi emas u. Bu ham Xudoning ilmi. Tushundilaringmi? Shuning uchun Amir Nizomiddin Alisher Navoiy aytadilarki, haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmishdan jila aylamak bo'lmas, ani haqqin ado yuzganjilar. Ya'ni bir odam sizga A harfini o'tdi. Arabnikimi, ingliznikimi, nemisnikimi, nimaniki bo'lsa bo'ladi. A harfini o'rgatdimi? O'rgatdi. Shu bir harf o'rgatishni haqqini 100 tillo berib ado qila olmaysan, deyapti. Ya'ni bu ustoz, bildingizmi? Harf o'rgatgan Allohni tanitadi. Alif nido nima? Alif nidilga javob qilmoqni bismillohdan o'rgandim deb bobo rahmatlar bobomiz aytganlar. Allohu taolo oyat karimalarda ham, hadis shariflarda ham ilm ahllarini juda maqtagan. Yana qaytarib aytaman, ey insonlar, sizlar faqat Qur'on o'qiydigan, hadis o'qiganda olim ilm egasi demanglar. Hammasi ilm egalari o'sha odamlar o'rgatayotgan. Maktabdagilar ham, boshqa joydagilar ham, universitetdagilar ham, ular ham Allohning eng askarlari bo'lib, bolalarimizni nima qilyapti? Kerakli joylarga va maqomlarga ega qilyapti. Shuning uchun bu akamizdan o'z vaqtida o'sha bolalarga o'sha harflarni o'rgatgan, ilmu ma'rifatini tarqatgan, o'z yo'nalishi bo'yicha bu ham o'sha Alloh maqtagan, payg'ambar maqtaganlarning qatoriga kiraveradi. Hamma o'sha ustozlar, ma'limlar, boshqa sohaning ustozlari ham. Tabriklaymiz, mana 60 yoshgacha qancha yil ishladingiz, qancha o'qitdingiz, boshqa qildingiz. Alloh taolo rozi bo'lsin. Ilm to'g'risida juda gap ko'p. Masalan, Imom Azam rahmatulloh alayh o'g'illarini bir ustozga jo'natibdi. Ustozga jo'natdi, masalan, Abdullah qoriga yo Said Olimxonga yo Habib qoriga o'xshagan jo'natyapti, bitta xaltachada tillo berib yuboribdi. Mana shuni domlangizga berasiz, minasi o'rgatsa debdi-da, bitta. Boribdi, domla balki a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb shuni o'rgatibdi. Keyin o'rgatib bo'lgandan keyin mana bu sizni haqqingiz ekan. Dadam shuni berib keldi, debdi. Nima deb ko'p debdi. Eshitdiringlar ey insonlar. Bu ko'p bu. Bitta tillosini olib qolib qolganini qaytarib berdi. Endi kelgandan keyin dada pulingizni olmadi, qaytarib berdi. Bu ko'p dedi desa, u omiyga ikkinchi kunga bormagan, ilmni qadrini bilmas ekan degan ekan. Tushundilaringmi? Ilmni qadrini bilmas ekan u. Ya'ni ilm dunyoviy matolardan ham oldin turadigan narsada bu. Ilm illiyinga olib boradi, jannatdagi oliy maqomi. Dol nima? Lom latofatli qiladi. Mim mulk boylik egasi qiladi. Bu bildingizmi? Ilm shunday. Illiyin jannatda eng oliy maqom joyi. Latofatli mana hammaga yoqadigan qilib qo'yadi. Mim mulk boylik egasi. Bularning boyligi moddiy emas. Bu moddiy emas, ilm ko'paygan sari ko'payib ketaveradi, boylik ko'payib ketaveradi. Bu moddiy dunyo bugun bo'lsa ertaga yo'qolib qolaveradi. Endi bu nimadan hosil bo'ladi? Bu darsdan doimiy riyozat, doimiy riyozat harakat bilan. Bu ilm bo'lsin, ilm bo'lsin. Shuning uchun siz mana netkin maktablarda ishlab, bolalarga harf o'rgatib, boshqa ilmlarni iqtidoringiz bilan, iste'dodingiz bilan ustozlik qilgan ustozlardan siz Xudo taolo xayrli qilsin. Juda bu to'g'risida gap ko'p. Gap topib ado qilib bo'lmaydi ustozlik haqida. Bu yuksak narsa. İnsonni otasi tek davlatda bitta otasi osmondan pastga tushiradi. Ikkinchi otasi uni tarbiya qilib osmonga chiqaradi. Bu ustoz bo'ladi. Bildilaringmi? Shuning uchun ustozlar ali otangday ulug' deganda shu narsalar tushuniladi. Tushundilaringmi? Faqat bu bizga o'xshagan bu tavsiya bundaqa o'xshama. Hamma ahli ilmlar deganda shu maktabda o'qituvchilar bor-ku, hammasining doirasiga kiradi. Bolalaringizni o'qitib, bilimni bilyapti. Ularga yaxshi muruvvatlarni, yaxshi narsalarni berib, ularni rag'batlantirib turish kerak. Bildilaringmi? Bugun sizni mana Shukrona ehsoningiz, hozir ham pensiyaga chiqib qoldingizmi? Nima ish bilan mashg'ulsiz endi? Savdoga hozir endi. Savdo? Ziyodullohga qo'shildi.
tadbirkor misin? Bu ketekanda ma'lum bo'ladi kimligi. Ya men tajribalarimdan yaxshi tadbirkor kechagi kunduz bedor bir lahza turmas bekor saxovatli fidokor ergatasi bilan tadbirkor Abdulmuttalib ham bor deb qo'yaman. Endi shu mana shu gap siz bilan bizga kifoya qiladi. Bundan oshiqlik qiladi. Ha deb odamlarga gapirib nasihat qilaverisham ahmoqlikning eng kattasi hisoblanadi. Men o'zimni ahmoq deb hisoblamayman. Shuning uchun sizlar ham o'zlaringizni dono deb hisoblab, shu gapni hazm qilib olsangiz bo'ldi. Ha deb odamga ko'p gapirib bo'lmaydi. Tushundilaringmi? Nasihatda bir hafta bir marta bo'lsin degan payg'ambarimiz. Shu juma namozidagi shu domlalarning gapi kifoya qiladi. Qolgan vaqtda borib chalib o'tirib, taxta dadamga o'xshaganlar duolarini olib, yaxshi gaplarni gapirib, ibodat tarbiya qiladi. Ha deb nasihatga urmaydi. Miyadan ko'rib, qancha qasab, iynani ham sig'maydigan bo'lib ketdi to'g'ri. YouTube'da ham shu, Facebook'da ham shu, to'yda ham shu, zo'rda ham shu, o'limda shunaqa boshqa gap yo'q. Boshqa bir dunyoviy gaplardan gaplashib, ma'naviy olamlarni to'ldirish kerak-da azizlar. Tushundilaringmi? Shu gapni ham qabul qilinglar. Bu hayot maktabi bu. Ha, deb kitob hayot maktabini ham o'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Bu sizga umr yo'ldoshi bo'lgan opamizning joni salomat bo'lsin. Nechta o'g'loningiz bor? Ikkita. Otlarini ayting. Alisherbek, Azamatjon. Alisherbek, Azamatjon. Soqol qo'ygan bolami? U yaxshi bola, o'qilimiga xursand qilgan bu. Ana o'zini aqsa kerak edi. Haqiqiy Azamatjon, Alisher juda ham yaxshi nimalar ismlar qo'yilgan ekan. Qizlaringiz ham bormi? Bu ikkita qizingiz ham bormi? Bularga ikki qiz, mana ikki o'g'lingiz bor ekan. Endi to'radada bu Qur'on tilovati, Alloh ziyofati deyiladi. Endi bu ko'proq bu o'tgan Azimjon otamizga, ularning ajdodlariga, ichkarida Hoji opamni o'tgan ota-bobolarning ruhi arvohlariga shu tilovat qilib o'qib qo'ygan Qur'on tilovati Alloh ziyofati deydi. Bunaqa gapdan mingtasidan alif degan so'z a'lo turadi, bilib olinglar. Bo'ptimi? Uni ha deb gapiraverish ham durust emas. Tushundilaringmi? Duo qiling, deb Qur'on o'qib beradi. Duo qiling. Ya siz duo qilish ulug'siz, ulug'. Amin. Yuqoridagi gaplarimizni Xudo qabul qilsin. Bu ukamiz Abdulmuttalibni shukrona ehsoni qabul bo'lsin. Payg'ambar Rasulullohdan so'rashgan ekan, payg'ambarimizdan so'ragan ekanlar. Nimaga siz har dushanba roza tutasiz? Nimaga har dushanba roza tutasiz desa, ham men o'sha kuni tug'ilganman-da degan ekanlar. Tug'ilgan kunimni shukronasiga roza tutaman-da degan ekanlar. Buni tagida ham hikmat bor ekan. Hay bizda odamlar janjal qilamiz-ku, bu reaksion antagonist ruhoniy mutaassiblar tug'ilgan kuni yo'q, anaqa yo'q. Bekor aytdi, Rasululloh payg'ambarimiz o'shani roza tutgan ekanlar 1400 yil burun. Hozirgi zamonda odamlar domlalarni chaqiradi, qorilarcha Qur'on o'qitadi, duo qiladi. Bu ham juda yomon ish emas, xayrli ish. Xudoyo bu shukrona ehsoningiz qabul bo'lsin. Mana shu elni xalq ichida Abdulmuttalib bo'lib juda bu payg'ambar Rasulullohni dadalarining nomiga qo'yilgan ekan. E'zozlab, hurmatlashib, hurmatli bo'ling. Mana o'g'illaringiz Azamatjon, Alisherjon, bu kelgan qarindoshlaringiz, o'zingiz tomonidan, ayamiz tomonidan kelgan bular tog'alari, amakazoda, qalbi ozodalari, hammamizni duomizni Alloh qabul etib, yana 120 kirganda ham chaqiring bizni. Alloh o'zlaring bilib kim Qur'on o'qiydi, kim o'zlaring biladi.